Davom etamiz. Ma'lumki, qish mavsumi davomida aholi xonadonlari, ko'p qavatli uy-joylar, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash eng muhim vazifalardan. Bunda shubhasiz tabiiy gaz va elektr energiyasidan belgilangan tartibda foydalanish ustuvor sanaladi. Shu maqsadda O'zenergo inspeksiya tomonidan joylarda nazorat tadbirlari o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va noqonuniy holatlarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Samarqanddan tayyorlangan lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Kuz-qish mavsumida energiya resurslariga bo'lgan talab har qachongidan ham ortadi. Bu esa har birimizdan tabiiy gaz, elektr energiyasi va boshqa resurslardan omilkorlik bilan tejab foydalanishni ham taqozo etadi. Afsuski, oramizda bu ne'matlarni qadriga yetmay, behuda sarflayotganlar ham uchrab turibdi. O'zenergo inspeksiya Samarqand viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan tegishli tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan reyd tadbirlarida ham ana shunday holatlar kuzatilmoqda. Navbatdagi reyd tadbirlari Samarqand shahridagi Siyob bozorida o'tkazildi. Bozor hududidagi savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari, oshxona, kafe va boshqa shoxobchalarda kunning yorug' vaqtlarida ham elektr energiyasidan foydalanish holatlari kuzatildi. Elektr energiyasini behuda sarflash holatlari bo'yicha tadbirkorlarga tavsiya va ogohlantirishlar berildi. Mana bu dorixona egalari esa elektr energiyasidan belgilangan talablarga rioya etmasdan foydalanib kelgan. Reyd tadbiri davomida dorixona tarmoqdan uzildi va iste'molchiga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Reyd tadbirlari davomida tabiiy gazdan samarali foydalanishning real holati ham o'rganilmoqda. Xususan, iste'molchilarga tabiiy gaz sarfini tejash, energiya tejamkor uskunalardan foydalanish, to'lovlarni o'z vaqtida to'lash, qo'lbola usulda tayyorlangan moslamalardan foydalanmaslik bo'yicha tavsiyalar, ogohlantirishlar berilmoqda. Aniqlangan holatlar bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 100-moddasi, bundan tashqari tabiiy gazdan foydalanish bo'yicha iste'molchilar tomonidan nostandart gaz jihozlaridan foydalanish bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 103-moddasini qo'llagan holda dalolatnomalar rasmiylashtirilyapti. Bundan tashqari o'sha iste'molchilarga energiya resurslaridan oqilona va samarali foydalanish bo'yicha profilaktika ishlari olib borib, ularga tegishli ma'lumotlar berilmoqda. O'zenergo inspeksiya Samarqand viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan shu yilning o'tgan davri mobaynida o'tkazilgan tezkor nazorat tadbirlarida 19 ta iste'molchi tomonidan 3 milliard 372 million so'mlik energo resurslardan noqonuniy foydalanilgan holatlari aniqlandi. 8 ta holatda 810.200 metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish hisobidan 2 milliard 430 million so'm zarar yetkazilgan. 9 ta holatda esa 757 ming kilovatt-soat elektr energiyasidan noqonuniy foydalanilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 941 million so'mni tashkil etadi. Bundan tashqari energiya resurslarini behuda sarflanishi bo'yicha 22 ta tadbirkorlik subyektlarida energiya resurslari behuda sarflanishi, 2 ta tadbirkorlik subyektlarida esa energiya resurslari muhofaza zonasiga zid holatlar aniqlanib, ularga nisbatan ham tegishli tartibda ma'muriy choralar ko'rildi. Axborot 24 informatsion dasturidan o'rin olgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Hozir esa menimcha ko'rsatuvi efirga uzatiladi. Bizdan uzoqlashmang.